الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعاني. Endi chiqamiz tahajjudga. Tahajjud qanaqa o'qilinadi? 2 rakat, 2 rakat, 2 rakatdan 8 rakatgacha o'qilinadigan namoz. 2 rakatdan har bitta namoz 2 rakatdan o'qilinadi, salom beriladi, tugatadi. Ustozlarimiz aytadiki, bilgan odam nima deydi? Yasinni deydi, 7 ga bo'lib o'qisin, oxir 8-siga nima qilinadi? Ixlos o'qib qo'yiladi deydi. Va shu kunda vitrni o'qib qo'ysa, namoz nima bo'ladi? Ado bo'ladi, to'liqligicha deydi. Sunnatga muvofiq bo'ladi deydi. بمحض الجود والكرم الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه. Endi chiqamiz tahajjudga. Tahajjud qanaqa o'qilinadi? 2 rakat, 2 rakat, 2 rakatdan 8 rakatgacha o'qilinadigan namoz. 2 rakatdan har bitta namoz 2 rakatdan o'qilinadi, salom beriladi, tugatadi. Ustozlarimiz aytadiki, bilgan odam nima deydi? Yasinni deydi, 7 ga bo'lib o'qisin, oxir 8-siga nima qilinadi? Ixlos o'qib qo'yiladi deydi. Va shu kunda vitrni o'qib qo'ysa, namoz nima bo'ladi? Ado bo'ladi, to'liqligicha deydi. Sunnatga muvofiq bo'ladi deydi. بمحض الجود والكرم الله